Instagramda rekomendatsiyaga chiqish sirlarini qidiryapsizmi? Balki muammo kontentda emas, balki siz ishlatayotgan ranglardadir. Ha, adashmadingiz. 2025-yilda qaysi ranglar trendni portlatishini va videolaringizni millionlab ko'rishlarga olib chiqishini hoziroq bilib oling. Birinchi raqamli trend bu Future Dusk. O'zbekchasiga aytganda, kelajak oqshomi. Bu shunchaki oddiy binafsha yoki ko'k rang emas. Bu ikkisining o'rtasidagi o'ta sirli va biroz g'amgin tus. Tasavvur qiling, quyosh botgandan keyingi qorong'u osmon yoki koinot qa'ri. Hozir hamma joyda sun'iy intellekt va virtual olam gapirilayotgan paytda bu rang tsuk tushadi. Agar videolaringizda zamonaviy, biroz mistik va qimmat atmosfera yaratmoqchi bo'lsangiz, orqa fonda yoki kiyimingizda shu rangni qo'llab ko'ring. Odamni o'ziga ohangrabodek tortadi. Lekin hamma ham futuristik narsalarni yoqtiravermaydi. Ikkinchi katta trend bu mocha muz. Nomini eshitishingiz bilan issiq kafe va shokolad ko'z oldingizga keldi-a? 2025-yilda odamlar raqamli shovqindan charchab tinchlik qidiryapti. Shuning uchun yumshoq jigar rang, tuproq ranglari va besh tuslari juda ommalashyapti. Bu ranglar insonga uy shinomligi hissini beradi. Agar siz lifestyle, moda yoki shunchaki samimiy videolar olsangiz, bu issiq ranglar auditoriyangizda ishonch uyg'otadi. Ular ko'zni charchatmaydi va videoni oxirigacha ko'rishga majbur qiladi. Uchinchi variant esa Aquatic O. Bu g'aroyib firuza rang bo'lib, xuddi okean tubidagi nurga o'xshaydi. Ham tabiatni, ham texnologiyani eslatuvchi bu rang ajralib turishni xohlaydiganlar uchun ayni muddao. Xo'sh, sizga qaysi biri yaqinroq? Sirli Future Duskmi yoki shinam mocha? Javobingizni izohda yozib qoldiring, qani qaysi rang yutarkan? Obuna bo'lishni unutmang, hali ko'p sirlarni ochamiz.